Assalomu alaykum Qirg'iziston, assalomu alaykum O'zbekiston. Mana u sportsmen, mana Bayskin bilmadim. Butun O'zbekistondagi sportsmenlarga Xotan Boynazarov chiqarilmadi, Mahmud Murod jangga bergan deb butun O'zbekistondagi sportsmenlar butun O'zbekistonga vizit taylab O'zbekistonda meni tengim yo'q deb gapirgan ekan. Senda nomus bor ekan, sen videolaringni ko'rib chiqdim. Mana nomusing bo'lsa mendan kelib so'rab olasan. $100,000 sen $100,000 tikaman, $200,000 sen $200,000 tikaman. Men Dubayda yashayman. Abu Dabida UFC oktagonda sen bilan men jangni organizatsiya uzun qilaman. Xohlagan so'mmangni. Mana shu og'zingdan qancha so'mma chiqsa, qancha puling bo'lsa, pulingni beraman. Kim bo'lishda men davlatga yoki qanaqadir shaxsga kimdir ularga emas, mana shu men mashq bolaga, Qirg'izistonlik mashq bolaga vizit qilaman. Qulog'imga noni yurgan balamasman, ismim Sardor. 2003-yilman gangster taxallusda TikTokda, Instagramda, blogerda yuritaman, TikTokda yuritaman. Puldan muammosi yo'q. Qo'layveraman. Kuchuydi qo'layverganda uraman. O'zbeklarda menga tengi topilmadi, o'zbeklarda menga chiqmadi degan gap so'zlarni bizlar o'zbeklar ko'tara olmaydi. O'zbekistonni aralashtirmasdan gapirganda bizlar video ham qilmaychilik, boshqa ham qilmaychilik. Qulog'imizga non yurganimiz yo'q. Vesim 120 kilo, vesam taylamayman, boshqa ham qilmayman. Aqli yetsa kesin mana videoga like bosib yetkazib qo'yinglar. Yana aytaman, kimdirga, davlatga yo boshqa narsa husumatim yo'q. Mana shu inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar otamni balasi emas, men kuchli qo'lab urganda urmasin. Gapimga destifa qilaman, atchot qilaman. Lubetga kutaman. Abu Dabiga kelasan, $500,000 sen $500,000 tikaman, $1 million sen $1 million tikaman. So'rab olmayman.